Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun ko'pchilik kutgan video bo'ladi akalar. Chunki dalamizga kelganmiz. Erta bahorda bu dalaga akalar pomidori hamda qalampir ekkandik. Hozir sezon tugadi. Hosillarni yig'ishtirib olib, pomidori hamda aytib o'tgandek qalampirlarimizni paleklarini yulib, Qashqari tomonga olib chiqib, tashab, yerda bir qator haydab agat olishimiz kerak edi. Shuni bitta sizlarga video qilib chiqazib bermoqchi bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Oldi tomonida TH76 kuchli original motoblogimiz. Orqa tomonda 500 kilolik aravamizga to'ldirib o't yuklab qo'yganmiz. O'tlarni shu aravamizda toshyapmiz va ko'pchilik so'rardi, "Ukam, mana bu o'zini charim baloni bilan yumshoq yerlarda botib qolyapti" degan akalarimiz e'tibor berasizlar. Motoblogimizni oyog'iga o'zini frezalarini qo'yib olib, orqasiga arava ulab turib, yuklarni toshyapmiz. Xullas videoni ko'rib turasiz. O'zingiz mana shunaqa yeringiz bo'lsa, o'tlarni toshib, kultivatsiya qilib, agat olib, yer haydash ishlarini bemalol qiladigan universal motoblogimiz haqida bugun ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, video foydali hamda manfaatli bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz ishlashni boshladik akalar. Birinchi bo'lib aytganimdek, o'tlarni olib chiqib tashlab olamiz. Ketdik. Ishlarga ahamiyat berasizlar. Akalar ko'rishingiz mumkin. Mana shu usulda shuncha o'tdi, mana shu aravamiz o'zida toshib, opchiqib, mana shu holatda to'kyapmiz. Sizni o'zingizni ham dalangiz bo'lsa, xuddi mana shunaqa qilib foydalansangiz bo'ladi. Bitta arava, bitta motoblok yordamida bemalol mana shu dalalaringiz ichidagi o't mahsulotlari va bundan tashqari boshqa toshiydigan mahsulotlaringizni ham bemalol mana shu motoblok yordamida toshib, olib chiqsangiz bo'ladi. Ko'pchilik aytib o'tganimdek so'rardi, "Kam o'zini baloni botib qoladi yerda" deganlar uchun ahamiyat bersanglar, frezalarini qo'yib, aravani ulaganmiz yerda botib qolmasligi uchun. Ko'pchilik bu motoblok qanaqa motoblok ham deb so'raydi. Bu motoblogimiz TH firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloglarning ichida eng baquvvat bo'lgan TH motoblogi bo'ladi akalar. Endi bu motoblogimizga hozir kelib ko'rishingiz mumkin. Oyoqlariga temir balon hamda agatlarini bir qator yer haydab, kultivatsiya qilib agat olishlarini ham ko'rsatib beramiz. Hozir bir qator yer haydashni ko'ramiz. Qani ketdik. Akalar ko'rishingiz mumkin. Endi aytib o'tgandek frezalarni qo'ydik. Yerimiz ichida ponni o'tlar toshib olib chiqdik. Bitta-ikkita mana bunaqa o'tlar qolgan, buni ziyoni yo'q akalar. Frezasi yordamida hozir mana shu yerda haydab, bir so'tik joyini haydab turib sizlarga motoblogimizni yer haydashini ko'rsatamiz va mana bunaqa temir balonlarini qo'yib, hamda agatlarini qo'yib, haydagan yerimizga agat olish jarayonigacha ko'rsatib beramiz. Video aytib o'tganimdek foydali bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Bo'lmasa, boshladik. Mana bu yerda rollarini akalar o'zingizlarning bo'yingizlarga qarab istalgan razmerda ko'tarib, pasaytirib, bemalol legirovka qilib ishlatsanglar bo'ladi. Yurishlari o'sha har doimgidek zavodlar orqali tortib yursanglar bo'ladi. Yer haydashni ko'ramiz. Haydashlariga ahamiyat berasizlar. Bu yer hech qanaqa haydalgan yer emas. Ekinni tozalab tashlab, quruq yerda haydab ko'rsatyapmiz. Bu birinchi sloy yurishi, ikkinchi sloy mana shunaqa qilib ustidan yuramiz. Yerda 30 santimetrgacha oladi. Ishlashini ko'ryapsizlar. O'tlarni ham bemalol maydalab tashaveradi akalar. haydab ketayotgan
shunda yerni 30 santimetrgacha chuqurlikda oladi. Ko'pchilik aytadi, "Uka, mana bunaqa tomirlarni ham yulib olib chiqadimi?" deganlarga ahamiyat berasizlar. Tomirlarni ham juda mayin qilib yerni betiga olib chiqib qo'yadi. Bemalol kelib, olib tashlasanglar ham bo'ladi. Endi 2 kilogini yuradi. Ko'ryapsizlar haydashini. Hozir ikkinchi silo yurganimizda endi yerni bitta chuqurligini ko'ramiz. Ikki silo haydaganda yerni 25-30 santimetrgacha akalar chuqurlikda olib bera oladi. Chuqurligiga bitta ahamiyat berasizlar. 25-30 santimetr chuqurlikda bemalol haydaydi. Bu ikki silo yurganimiz. Kimgadir yana chuqurroq bo'lishi kerak bo'lsa, yana bir qator yursanglar, bundan ham chuqurroq olib beradi. Va haydashni davom etamiz. Hozir bitta haydab turib, temir balonini va agatini qo'yib, agat olishni ham ko'rsatamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, mehnat qadrlab like tugmasini bosib qo'yishni unutmaysiz. Mana akalar ko'rishinglar mumkin. Yerimizni 2 silo yurib, videoni uzmagan holatda qanday ishlatishni ko'rsatib berdik. Bemalol yoshi kattaroq, yoshroq odam ishlatsa ham bemalol qiynalmasdan ishlatsanglar bo'ladi. Rollarni burilishlarini ko'rdinglar, haydashni ko'rdinglar, unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Va haydagan yerini yana aytib o'taman. Undan oldingi qolgan ajriqlarni, tomirlarni hammasini mana shu holatda olib chiqadi. Xolasangiz bemalol bularni qo'lingiz bilan terib olib tashlasangiz bo'ladigan holatda mana akalar ko'rishinglar mumkin. Mana shu holatda terib olib tashlasanglar bo'ladi. Oldingi holati mana shu holatda edi, mana ko'ringlar. Videoni boshida ko'rganinglardagi mana shunaqa o't bosib yotgan joy edi. Bu akalar katta yer, dala akalar. Uy yoki xo'jalik emas, yer ham shunga yarasha, o'ziga yarasha qattiq yumshoqligi bor. Agar sizlarga bu motovloyda yana nima ishlar qilishi, masalan, dori sechish deysizlarmi, o't o'rishi deysizlarmi, yoki da pul qilish jarayoni sizlarga qiziqmi, kommentga nima ish qilishi sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, yozinglar. Ukam masalan pul qilishini yoki da kultivatsiya qilishini ham ko'rsatdim deb kommentariyaga yozsanglar, o'sha jarayonni ham chiqarib beramiz. Endi hozir bitta temir balonlarni qo'yamiz, hamda orqa tomoniga agatini qo'yib, agat olishni ko'rsatamiz. Qani, ketdik. Mana akalar, endi ko'rishinglar mumkin. Oyoqlariga temir balonlarni qo'yib, orqa tomoniga agat qo'yganmiz. Haydagan yerimizga endi bir qator agat olish jarayonini ko'rsatib beramiz. Xohlasanglar 50, 60, 70 qolagan razmerlarga olsanlar bo'ladi. Ketdik.
Mana akalar, olgan agatlarni ko'rdinglar. Bemalol mana shu holatda bu tomondan kameratimiz olib beradi. 50, 60, 70 qilib istalgan holatda mana shunaqa qilib agatlarni olib foydalansanglar bo'ladi. Razmerlarni o'zlaring chiqarib ketsanglar bo'ladi. Hozir bu yerda olingan agat 60 razmerga olindi. Bundan keyin 70, 80 qilib razmer qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p. Qo'ldan kelgancha bitta TX motovlogimizni videoni boshida ko'rdinglar. O't toshishlarini, aravada ishlashini, quruq yerda oldinglarda haydashini ko'rdinglar va temir balon hamda orqa tomoniga agatini qo'yib joyiga olishlarigacha ko'rsatib berdik. Sizga yana bu motovlogda qanaqa ishlari qiziq bo'lsa, kommentga yozsangiz, o'sha siz qiziqayotgan ishini ham chiqarib ko'rsatib beramiz akalar. Xo'p. Motovlogimiz haqida qisqacha ma'lumotini berib ketamiz. Bu motovlogimiz TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchlik benzinli motovloglarning ichida eng baquvvati, sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama eng baquvvat bo'lgan modeli hamda korobka qismlari usulenli qilingan katta 450 talik korobka qo'yilgan varianti. Motori 7 ot kuchlik, korobka usulenli 450 talik korobka qo'yilgan. Yoqilg'i turlari benzinlik 1 soatiga 0,5 litrdan benzin rasxod qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu degani bir 10-15 sotik joylaringga 1,5-2 litr benzin bilan bemalol haydab chiqsanglar bo'ladi. Agat olishi ham 1,5 litr ketsa, gidada 3-4 litr benzin bilan 10 sotik joyda haydab agatini ham olib beradi 4-5 litr benzin bilan akalar. Xo'p, yurishlari ko'rganinglardagi zavodnoy orqali yarimta tortqida zavodet olib, juda ham yaxshi ishlab bera oladi akalar. Bu motovlogimizni narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi o'zini komplektatsiyasida mana shunaqa frezalari bilan chiqadi akalar. Frezalari ichida tormoz, dokument, kuloj hamma narsasi bilan eng yaxshi varianti 4.500.000, arzonroq varianti 3 million so'm bo'lyapti bu TX motovloglarimiz agregatlari bilan. Oyog'idagi temir balonni ham qo'shib sotib olaman ukam. Orqasidagi agatini ham sotib olaman, aravasini ham sotib olaman. Komplekt holatda degan akalar, gidada 500-600 dollardan boshlab turib 800 dollargacha komplekt. Mana shu holatda sotib olsangiz ham bo'ladi. Motovlog, temir balon, agat, puluk, freza hamda aravalari bilan komplekt holatda. Gidada aytib o'tganimdek 8-8,5 million so'mning ichida bitta komplekt xarid qilib, mana shunaqa 50-60 sotik joyingizni o'zingiz haydovini ham qilasiz, kultivatsiyasini, agatini, chizirini hamma ishingizni qilsangiz bo'ladi. Endi bir qator aravada o'zini instrumentlarni toshib ketishini ham ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Mana akalar ishlashni ko'rdinglar. Aytib o'tganimdek, oldi tomoniga TX motovlogimiz ulab, orqa tomoniga o'sha aravalarni uladik va ichiga o'zini agregatlari, frezalari, buluklari, temir balon hamma agregatini o'zini ichiga solib, ish tugadi. Endi uyga jo'naymiz akalar. Ishlashini ko'rdinglar. Kimga mana shunaqa komplektatsiyalar qiziq bo'lsa, ekranda pastiga nomer qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar, kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Bo'lmasa bitta yurg'izib uyga jo'naymiz, hozir ko'rasizlar. Yurishlari o'sha har doimgidek bitta zavodni orqali ortib yurg'izsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda nima ish qilishlarini ko'rsatib berishimizni yozinglar, xohlasanglar puluk, xohlasanglar dorisi ichadiganlari, xohlasanglar o't o'rishlarini ham ko'rsatib beramiz. Faqatgina komment yozinglar. Video yoqqan bo'lsa, like yozib boshini unutmaysiz.